Assalomu alaykum. Bugungi seminarga tashrif buyurgan seminar ishtirokchilari, men Sharon Rozi masteri, Guliston Sog'lom hayot o'quv markazi rahbari Hafiza Tursun Mahmudovna Atmi kompaniyasining ikkita eng kerakli, eng brend mahsulotlari haqida qisqa ma'lumot berib o'taman. Bugungi seminarga mana shu ikkita mahsulot haqida ma'lumot berib hissa qo'shishga qaror qabul qildim. Ishonamanki, bugungi seminarga ham juda ko'pchilik imperiallikka qaror qabul qilgan liderlar o'tiribdi. Bugungi seminar hammamizga, sog'lig'imizga ham, biznesimizga ham foydali seminar bo'ladi degan umiddaman. Jinshin hayotning ildizi. Organizmimizda yashash uchun hamma organning o'zini hissasi, faoliyati o'rni juda ham muhim hisoblanadi. Aynan Atmi kompaniyasining qizil jinshinlari bizning hayotimizda mana shu organlarimizga juda ham o'zini hissasini qo'shadigan Atmi kompaniyasining eng yaxshi mahsulotlaridan biri hisoblanadi. O'zimning hayotimda, o'zimning sog'lig'imda o'zini hissasini qo'shgan mana shu qizil jinshin haqida qisqacha aytib o'taman. 2015-yilda 7 oylik homilam bilan Koreyada o'qiyotgan vaqtimda juda ham qattiq yo'talga, juda ham qattiq nafas qisishiga chalinganman va homilador bo'lganligim uchun shifokorning tavsiyasi bilan juda ham yengil ta'sir qiladigan parashoklardan iste'mol qilib yurganman va effekti bo'lmagan, davolana olmaganman. Nimaga? Sen homiladorsan, antibiotiklar mumkin emas deganligi uchun. Va 2016-yilni dekabr oyida 8 oylik homilam bilan srochno O'zbekistonga uchib kelishga majbur bo'lganman, chunki nafas qisish juda ham ortib borgan. Va O'zbekistonga kelgandan keyin 2016-yil yanvarda farzandli bo'ldim. 3 oy o'tib davolanishni boshlaganman. Davolanaman, lecheniya tugaydi, uyga chiqaman va lecheniya tugagandan keyin yana o'sha yo'tal, yana o'sha nafas qisish davom etaverardi va o'sha men davolangan pulmonologiyaga borganman, shifokorga uchraganman. Qachon bundan xalos bo'lish mumkin? Qancha yana davolanish mumkin deb turib so'raganman. Ana o'shanda shifokor menga bir nechta parhezlarni sanab o'tgan. Qizil yemaysan, achchiq yemaysan, sovuq ichmaysan, yemaysan, xullas parhez bilan yurasan va immunitetingni juda ham yuqori ko'tarib yurasan. Bo'lmasam bu o'sha yashirin xronitskiy bronxit senda davom etaveradi degan. To'g'risi o'sha kuni juda ham tushkun kayfiyatda qaytganman. Nimaga? Yoshman, xuddiki xayolimda bir surunkali kasallikni o'zimga orttirib olgandek his qilganman. O'zimni bir kasal his qilganman. Va 2020-yilda Atmi kompaniyasiga ro'yxatdan o'tganimdan keyin koreyalik sponsorlarimga mana shu bo'yicha murojaat qilganman va menga doimiy iste'mol qilib yurishliklari uchun, mana shu sog'lig'im uchun foyda beradigan yaxshi bir mahsulotni tavsiya qilishligini so'raganman va ular menga xemoxim bilan aynan qizil jinshinni kundalik xuddiki bir kofe iste'mol qilganda yoki bo'lmasam choy iste'mol qilganda doimiy iste'mol qilishligimni tavsiya qilgan. Aniq eslay olmayman. Xemoximni ham, qizil jinshinni ham necha oy ichganimni, qancha korobka ichganimni eslay olmayman. Lekin bir 4-5 oy ketgan. 2021-yilning mart oyida ofis ochilishi, o'quv markazi ochganman. Yoz faslida mana shu xronitskiy yo'talni men sovuq suv ichganimda, sovuq iste'mol qilganimda, oziq-ovqat iste'mol qilganimda qaytalanmaganligini his qildim. Yoz oyida batamom xronitskiy bronxit umuman mendan ko'tarilib ketgandi, yo'q bo'lib ketgandi. Doimiy iste'mol hozirgacha balkim kanalimda, gruppalarimda kuzatsangiz, kundalikda kofeni tavsiya reklamasini chiqarmasam ham har kuni iste'molimga aynan mana shu qizil jinshinlarni iste'mol qilaman. Sababiki o'sha yo'tal, o'sha xronitskiy bronxit degan nafas qisish degan narsa umuman mendan yo'q bo'lib ketdi. Inson organizmidagi sovuqlikni pasaytirib, inson organizmiga issiqlik beradigan qizil jinshinni hammaga har doimgidek tavsiya qilaman va kimlarnidir hayotida, kimlarnidir sog'lig'ida xuddi men kabi juda ham yaxshi energiyani, yaxshi hayotni, yaxshi sog'liqni tavsiya qilib hayotiga kirib keladi degan umidda bugungi aynan seminarda mana shu qizil jinshin haqida ma'lumot berish uchun aynan mana shu mahsulotni tanladim. Endi
organizmga kerakli bo'lgan hamma mahsulotlarni narxi qiziq emas. Bu mahsulotni tarkibi, bu mahsulotni mana shu organizmga qay darajada muhimligi yuqori o'rinda turadi. Juda ko'pchilik narxini solishtiradi, yo'q, narxi emas. Atomiy kompaniyasining mahsulotlariga keladigan bo'lsak, aynan mana shu qizil jenshen ham aslida mahsulotni sifatiga qaraganda narx juda ham arzon. Sababi 2-3 yillab o'zim mana shu xronический bronxitni davolayotganda qancha o'sha lecheniyalarga pul sarflaganimni o'zim yaxshi bilaman va boya aytib o'tdim, 3-4 oylik hemoxim bilan birgalikda qizil jenshenni iste'mol qilganimda xronический bronxit 2021-yil yoz oyidan beri men bilan xayrlashib ketgan. Allohga shukr. Endi katta rahmat. Endi boya aytib o'tdim, mahsulotni tarkibi muhim, mahsulotni sifati muhim. Atomiy kompaniyasining qizil jenshen tarkibi o'zi aslida jenshenlar namlik holatda bo'ladi. Chunki u giyoh, chunki u o'simlik, tanada bor, suv bor, namlik. Aynan qizil jenshenlar atomiy kompaniyasining 3% kukun, 97% ekstrakt hisoblanadi. 2008-yildagi texnologiyaga asos solingan, doktorlik yoqlangan aynan atomiy kompaniyasini qizil jenshenlarni kukun holatga keltirib, hattoki granulalik, hattoki mana shu yumaloqcha jenshenlar dunyoda birinchi o'rinda atomiy kompaniyasining aynan qizil jenshenlari hisoblanadi. Agarda siz idishlarda nam holatda, suyuq holatda, jele ko'rinishda qizil jenshenlarni ko'rgan bo'lsangiz, buning iste'moli bor. Buning iste'mol qilish tartib qoidasi bor. Qanday deydigan bo'lsangiz, suyuq ko'rinishdagi qizil jenshenlarni mana shu flakon ochilgandan keyin, og'iz ochilgandan keyin tezlik bilan iste'mol qilinishi kerak. Nima uchun? Chunki uning tarkibida namlik bo'lganligi uchun ham tez havoga bug'lanib ketadi. Siz shunchaki tagidagi jele ko'rinishidagi qiyomni iste'mol qilayotgan bo'lasiz. Atomiy kompaniyasining qizil jenshenlari har kunlik stikda, alohida kunlik dozada alohida ko'rsatilgan. Ya'ni u nam holatda emas, quruq holatda. Siz xohlaganda o'zingizga qulay olib yurishligingiz mumkin. Sumkada olib yurasizmi, ishxonada olib yurasizmi, uyda iste'mol qilasizmi? Kunlik doza belgilangan. Mana shundan ham bilsangiz bo'ladi, inson salomatligi va bu mahsulotlarning sifatligi atomiy kompaniyasining falsafasiga qarasangiz ham mutloq sifat, mutloq narx deyilgan sifat juda ham zo'r. Ozuqa uchun ham buni sotuvga chiqarishdagi narxi bo'yicha ham juda ham yaxshi. Doktor tomonidan tasdiqlangan, doktor tomonidan ilmiy tadqiqot olib borilgan, bu tadqiqot instituti ham aynan atomiy kompaniyasiga tegishli. Menimcha qizil jenshenni atomiy ilovasidan yoki bo'lmasam Koreyani приложениесі shopdan ko'rgan bo'lsangiz ham bu haqida ma'lumotlar batafsil ko'rsatilgan. Birgina mahsulotni inson hayoti uchun, boya yuqorida aytib o'tdim, hayotning ildizi deb. Inson salomatligi uchun birgina insonning tanasida, organizmda qon aylanishi buziladigan bo'lsa, bu juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqaradi. Atomiy kompaniyasining qizil jenshenlari charchoq, immunitet, qon aylanishi, xotira va antioksidant hisoblanganligi uchun ham juda ham muhim hisoblanadi. Atomiy kompaniyasining qizil jenshenlari o'zini sertifikatlariga, o'zini patentlariga va ruxsatnomalariga ega. Shuning uchun har kimga bemalol tavsiya qilinishligi mumkin. Ikkita holatda, ya'ni ikkita kasalliklarda sahrlari juda ham yuqori bo'lgan va juda ham yuqori bo'lgan davleniya bilan yuradigan insonlarga tavsiya berayotganligingizda ehtiyot bo'lasiz va bunday holatlarda umuman tavsiya bermasangiz ham bo'laveradi. Chunki qizil jenshenlar organizmni qizdiradi. Bu holat esa bunday kasalliklarda issig'ini chiqarib yuboryapti degan xulosaga kelishliklari mumkin. Shuning uchun ham bunday holatlarda taqiqlangan. Undan keyingi mahsulotimiz
3 nafar farzandni onasiman. Serabebi. Serabebining hozirgi yangilangan variantidan oldingi avlodini ham farzandlarimni parvarishlashda foydalanib kelganmiz, ishlatib kelganmiz. Hozirda bu parvarish bu teriga yanada kuchliroq, yanada allergiyalardan yaxshi himoya qiladigan, yanada yumshoq parvarish qiladigan moddalarni tarkibiga qo'shib ishlab chiqarilgan bu 3 ta mahsulot, Serabebi mahsulotlari. Shampun va yuvinish vanna geli, shu bilan birgalikda losyon, kremlar. Birgina mahsulot haqida ma'lumot berishda qizim Mehrinso menga yordamlashadi. Atomiy kompaniyasining Serabebi oldingi avlodi va hozirgi 3 ta mana shu mahsulotni juda ham sevib foydalanib keladi. Assalomu alaykum. Seminar qatnashchilari, ishtirokchilari, bugun sizlar bilan Serabebi mahsulotini o'rganishda davom etamiz. Birgina shampun va vanna geli bilan nafaqat soch, balki butun badanimizni yuvishimiz mumkin. Bu mahsulot yumshoq tozalash vositasi hisoblanadi. Qo'shimcha hid beruvchilar qo'shilmagan. Bu shampun va vanna geli yordamida allergiyalardan xavotirlanmasdan foydalanishingiz mumkin. Eslatib o'taman, chaqaloqlarda lakrimal bezlar hali rivojlanmaganligi sababli ularda ko'z ta'sirchanligi moyillikka kuchli bo'ladi. Shuning uchun ham onalarga bolani yuzini oddiy suvda yuvishlikni tavsiya beraman. O'zim foydalanadigan mahsulotlarni hamma bolajonlarga tavsiya beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Davom etamiz. Parvarish o'smirlikda, balog'atga yetganda emas, parvarish chaqaloqlikdan boshlanadi. Nimaga? Terini yaxshi parvarishlab keladigan bo'lsak, buni davomiyligi oldini olish oson kechadi. Serabebida shampun va yuvinish geli bu bitta alohida va shu bilan birgalikda losyon, krem. Juda ko'p onalar, shaxsan meni o'zim ham adashtirib o'rganman, krem bilan losyonni bitta mahsulot hisoblab, lekin o'ziga yarasha farqi bor. Ya'ni ishlatilishda o'zini vazifalari bor. Losyon, kremni quyosh nurlaridan himoya qilish, chaqaloqligida yuvintirib qo'yishligingiz mumkin, u toza yo'rgakda yotishligi mumkin. Lekin bola yurgandan keyin, bola ko'chaga chiqqandan keyin xohlasangiz, xohlamasangiz chang bilan qaytib keladi. Terida ifloslanish bo'lishligi mumkin. Mana shunday vaqtda Serabebi 3 ta nabor bilan siz yengilgina farzandingizni parvarishlashingiz mumkin. Bunga oldingi avlodga, Serabebini oldingi avlodiga yaxshi ekstrat qo'shimchalar giyohlardan qo'shilganligi uchun allergiyadan umuman xavotirlanmasdan bemalol foydalanishliklaringiz mumkin. Malaxiya va lotus, ya'ni nilufar gulini o'zini tarkibiga olgan bu 3 ta mahsulotimizda qirollik iste'mol qiladigan sabzavot hisoblangan, tarjima qilinganda malaxiya gullari. Bu degani faqatgina o'sha zamonda qirollargina foydalangan bu mahsulotlardan. Mana shu gul, ya'ni moddalar qo'shilgan mahsulotlardan deyilgan. Hozirgi kunga kelib, Atomiy kompaniyasida hamma birdek foydalanishi mumkin bo'lgan Serabebi tarkibida bor va nilufar guli ham bor. Yangi lotus ekstrakti. Buni ham parvarishlashda, terini parvarishlashda o'rni juda ham muhim. Nimaga? Bolalarimiz quyoshdan qorayadigan bo'lsa, quyosh uradigan bo'lsa, agarda ularda allergik bo'ladimi yoki nima bo'lishligidan qat'iy nazar yoki biron bir, masalan, hozirgi vaqtda qovun tarvuzlar yeyapti, og'iz atrofiga toshmalar juda tez toshadi. Tagliklardan, pamperslardan foydalanganimizda qichishlar, qizarishlar paydo bo'ladi. Mana shunday vaqtda shampun bilan, yuvinish geli bilan yengil yuvib olib, krem, losyonlardan surtadigan bo'lsangiz, tezlik bilan mana shunday qichishlarni, mana shunday qizarishlarni
oldini olishligingiz, bartaraf qilishligingiz mumkin. Va shu bilan birgalikda Atomiy kompaniyasini qo'rqmasdan hammaga tavsiya qilib, hammaga ishlatishlikni tavsiya qiladigan Atomiy kompaniyasida birinchi o'rinda inson salomatligi va birinchi o'rinda xavfsizlik turadi. Mana shunday xavfsizlikni o'zini ichiga olgan aynan Serabibi mahsulotlarini sertifikat, patentlari, tekshiruvdan o'tganlik testlari hammasi bor. Yuqori o'sha nemis dermatologik testdan o'tgan terini qichishish hamda ko'z bo'yi yuqorida qizim aytib o'tganidek, chaqaloqlarimizda ko'zi yosh bezi, yosh ishlab chiqaradigan bezlar shakllanmagan bo'ladi. Mana shunday vaqtda Atomiy kompaniyasini kremlaridan allergiyaga qarshi, allergiya keltirib chiqarmaydigan, ya'ni qo'shimcha hid, qo'shimcha rang berilmagan bu mahsulotlardan bemalol foydalanib, farzandingizni yengil, toza, shirin hid bilan parvarishlashlaringiz mumkin. Biz aytamiz, balog'at yoshiga yetmaganlarga SPF kremlar mumkinmi yoki bo'lmasa mana bu kremlar, ozuqa kremlar mumkinmi? Hali o'smir, hali balog'atga yetmagan. Yo'q, unday emas. Atomiy kompaniyasi chaqaloqdan boshlab toki o'sha qariyalarimizgacha hamma mahsulotlarni teriga mos keladigan, organizmga mos keladigan qilib tekshiruvlardan o'tkazib, bu haqida sertifikatlarni bizlarga ko'rsatib qo'yib, hammaga tavsiya qiladi. Shu bilan birgalikda agarda ekranga qaramasdan esimdan chiqib ketganlari bo'lgan bo'lsa, hayajondan esimdan chiqib ketganlari bo'lsa, Atomiy kompaniyasi mahsulotlarini Atomiy mobil prilojeniyasidan va Atomiy shop prilojeniyalaridan bemalol o'rganib, o'zingizga, yaqinlaringizga tavsiya qilib, oilaviy mazza qilib ishlatishliklaringizni tavsiya qilaman. Salomat bo'linglar, tinglaganliklaringiz uchun rahmat.